1 milyon 70 ming so'mlik mana shu ovozi yo'q pilamiz, 850 ming so'mga tushgan. Ovozini bitta eshitasizlar. Ovozini ko'ryapsizlar, ovoz ham yo'q. 220 volt ishlaydi. O'zi liboy materialni kesib beradi, biz laminat kesib ko'ryapmiz, tark et, ketdik. Ko'ryapsizmi? Endi unaqa professional usta bo'lmaganligimiz uchun balkim kesa olmagan bo'lishimiz mumkin. Endi burchaklarni qaranglar. Burchaklarni uchiryapti. Sababi bu mana disk qo'yilgan disk ketishi katta-katta, oralari ochuq. Maydaroq disk qo'yadigan bo'lsangiz, chutki qilib kesib beradi. MDF bo'ladimi, taxta bo'ladimi? Mana bu tarafiga bemalol plysos qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shunaqa changitib yormaydi. Misol, zdaniyani ichidami yoki remont qilingan uy ichida ham mebel yig'ayotgan bo'lsangiz ham changitib yormasligi uchun plysos ulab qo'ysangiz ideal turadi. Ovozi, misol uchun domda turadigan bo'lsangiz, yo'q-da. Ovozini ko'rdinglar. Eng qizig'i buni bunday qilib naryo tarafida ham bor aytgancha. Ikkita tarafida shuni ochasizlar. Mana. Buni qaltirib olsanglar bo'ladi. 45 ham yotadi. 90 qilib ishlatsanglar bo'ladi. Idealni kichkina mini stanok setsa ham bo'ladi. Ko'pchilik stolligini xohlashadi mana. 1 milyon 70 ming bo'lgan, 850 ming olib ketsanglar bo'ladi mana. Mashina holatda bo'ladi bu pakovkasi. Ko'rishinglar mumkin, nimalari bor, hammasi mana shu rasm o'zida joylashtirilgan. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasiz. Yana bitta ovozini eshitiraman. Domda ishlayotgan payti hech kimga xalaqit qilmaydi. Ovozini ko'ryapsizmi? Ovoz yo'q.